Bemorlarni osongina sog'aytirish uchun ularni vujudini ichida shu kasallik nima uchun paydo bo'lib qoldi deb shu savolga javob topib, o'sha sababini bemor bilan birgalikda bartaraf qilish kerak. Ikkinchisi, bemorni vujudidagi quvvatni oshirib qo'yish kerak. Shunda insonni vujudi bitta dori-darmonsiz o'sha oldingi sog'ligini yana qaytadan tiklab olish xususiyatiga ega. Hozir kasalxonada bemorlar million so'm pullarni sarflab, undan keyin diagnostika markazlarida sarg'ayib, g'archillagan ukollarni olib, jonini og'ritib, zaharli dorilarni ichib, oshqozonini, jigarini qiynab qo'yayotganlari juda ko'p uchrayapti-da. Azizlar, bizga bemorlar kelishganda o'sha sababini bartaraf qilib, vujudidagi quvvatni oshirganimizda, bemorlarning vujudi bitta dori-darmonsiz bir qancha kasallikdan birvarakayiga xalos bo'lishyapti. O'shanaqalarni ko'rmoqchi bo'lsangiz, pastda смотрите еще degan tugmacha bor, shuni bosing-da, o'sha natijasini aytgan odamlarni ko'rasiz. Siz ham qandaydir kasallikdan sog'ayishni xohlasangiz, navbatdagi dori-darmonsiz sog'ayish deb nomlangan kursimizga keling-da, siz ham vujudingiz ichidagi kasallik sababini qanday topib bartaraf qilamiz, qanday qilib vujudingizni quvvatini oshiramiz, o'shalarni ko'ring, siz ham sog'ayganingizda ko'rasiz. Ma'lumot uchun mana bu telefon raqamga qo'ng'iroq qiling.